Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi holatlarda pensionerga pul to'lash vaqtincha to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki ayrim to'lovlar taqiqlanishi mumkin. Bu mavzu faqat keksalarimizga emas, ularning farzandlari, vasiylari, chet elga ketayotganlar, ishlayotgan pensionerlar va bank kartasi orqali pensiya olayotganlarning barchasiga tegishli. Chunki bitta hujjat vaqtida topshirilmasa, bitta ma'lumot yashirilsa yoki bitta noto'g'ri ariza berilsa, odam o'zi bilmagan holda muammoga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga alohida e'tibor berilmoqda? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qanday xatolar pensiya to'loviga ta'sir qiladi va eng muhimi, bunday vaziyatga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Men avval eng asosiy narsani aniq aytib olay. Pensiya bu pensionerning qonuniy huquqi. Hech kim pensiyani shunchaki xohlagani uchun bekor qila olmaydi. Lekin pensiya to'lanishi uchun ayrim shartlar bor. Shu shartlar buzilsa yoki pensionerning holati o'zgarsa, masalan, yashash joyi, ishga kirishi, chet elga chiqishi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidagi o'qish holati, bank rekvizitlari yoki boshqa ma'lumotlar o'zgarsa, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idora to'lovini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Oldin ko'p odamlar bunday masalalarga jiddiy qaramas edi. Pensiyam tayinlangan, endi har oy tushaveradi deb o'ylashardi. Hozir esa ma'lumotlar turli bazalar orqali tekshiriladi. Ishga kirganlik, vafot etganlik, migratsiya, nogironlik muddati, talabalik holati, bank hisob varaqlari, doimiy yashash manzili kabi ma'lumotlar tobora ko'proq elektron tarzda solishtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ortiqcha yugur-yugurni kamaytiradi. Lekin yomon tomoni shuki, agar ma'lumot eskirgan, noto'g'ri yoki vaqtida yangilanmagan bo'lsa, pensioner noqulay vaziyatga tushib qoladi. Eng ko'p uchraydigan holat shundan iborat, odam o'zgarish bo'lgani idoraga xabar qilmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tashlab ketadi. Lekin bu haqda xabar bermaydi. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan odam tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Yoki pensioner chet elga uzoq muddatga chiqib ketadi. Lekin pensiya olish tartibi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni aniqlamaydi. Natijada keyin nega pulim tushmadi degan savol paydo bo'ladi. Asosiy o'zgarish nimada? Men buni oddiy qilib aytaman. Hozir pensiya masalasida nazorat kuchaygan. Ya'ni pensiya tayinlash va to'lashda shunchaki ariza berilgan ma'lumotga emas, davlat bazalaridagi real holatga ham qaraladi. Agar real holat bilan hujjatdagi holat mos kelmasa, to'lov qayta tekshiriladi. Bu hamma pensioner jazolanadi degani emas. Bu faqat ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak degani. Birinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik savol beradi. Men pensiyadaman, lekin ishlasam bo'ladimi? Pensiyam taqiqlanadimi? Umumiy qoida shuki, yoshga doir pensiya oluvchi odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki maxsus toifalarga beriladigan imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyam bor, ishga kirdim, hech narsa bo'lmaydi deb xotirjam yurish to'g'ri emas. Ishga kirganingiz rasmiy bo'lsa, bu ma'lumot bazalarida ko'rinadi. Agar sizga aynan ishlamaslik sharti bilan qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Masalan, bir pensioner 2.300.000 so'm yoshga doir pensiya oladi. U qo'shimcha ravishda muayyan ustama ham olayotgan bo'lishi mumkin. Keyin u 3 million so'm maosh bilan rasmiy ishga kiradi. Pensiyaning asosiy qismi saqlanishi mumkin. Lekin aynan mehnat faoliyatiga bog'liq ustama qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Agar odam buni bilmasa va 6 oy davomida ortiqcha to'lov olsa, keyin 6 oyga yig'ilgan summa qaytarilishi kerak bo'ladi. Odam uchun eng og'iri ham shu. Bir oyda sezilmaydigan farq yarim yil yoki bir yilda katta qarzga aylanadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala nogironlik muddati. Agar nogironlik guruhi muddatsiz berilgan bo'lsa, alohida holat. Lekin ko'p hollarda nogironlik ma'lum muddatga belgilanadi va qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar fuqaro belgilangan muddatda ko'rikdan o'tmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Hayotiy misol aytaylik, pensioner 1.900.000 so'm nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy ko'rik muddati 20 oy kuni tugaydi.
U esa keyin borarman deb iyul oylarida ham bormaydi. Tizimda uning nogironlik holati tasdiqlanmagan bo'lib qoladi. Natijada to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin odam idoraga borib, men kasalman-ku, nega pensiyam to'xtadi deydi. Muammo kasallik bor yo'qligida emas, hujjatning muddati va tasdiqida bo'ladi. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'yish, farzandlarga aytish oldindan poliklinika yoki tibbiy komissiya tartibini aniqlash kerak. 3-toifa. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotganlar. Bu ayniqsa o'quvchi va talabalar uchun muhim. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi ayrim hollarda yoshga, o'qish shakliga, kunduzgi ta'limda o'qishiga, nikoh holatiga yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bola maktabni tugatsa, kollej yoki oliygohga kirmasa, o'qishni tashlasa, akademik ta'til olsa yoki sidqi ta'limga o'tsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 19 yoshli talaba otasi vafot etgani uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsin. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli har oy pul oladi. Keyin u o'qishni tashlab ishlashga kiradi, lekin idoraga xabar bermaydi. Tizim buni aniqlaganda oldingi oylar uchun ortiqcha to'langan summa hisoblanishi mumkin. Agar oyga 900 ming so'mdan 2 oy olingan bo'lsa, bu 7 million 200 ming so'm degani. Oila uchun bu jiddiy yuk. Shuning uchun o'qish holati o'zgarsa, darhol ma'lumot berish kerak. 4-toifa, chet elga chiqib ketayotgan pensionerlar. Bu juda ko'p savol tug'diradi. Men Rossiyaga, Turkiyaga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatga bolalarimnikiga ketsam, pensiyam to'xtaydimi? Bu savolga javob pensioner qayerga, qancha muddatga, qanday maqomda ketayotganiga va pensiya to'lash tartibiga bog'liq. Qisqa muddatli safar odatda alohida muammo tug'dirmasligi mumkin. Lekin uzoq muddatli yashash, doimiy yashash uchun ketish, fuqarolik yoki doimiy ro'yxat holati o'zgarishi pensiya to'loviga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Men bu yerda juda muhim ogohlantiraman. Chet elga ketishdan oldin o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki vakolatli idoraga murojaat qilib, aynan sizning holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Qo'shnim shunday qilgan ekan. Telegramda shunday yozibdi. Bank kartamga tushaversa kerak degan gap bilan yurish xavfli. Chunki har bir holatda hujjatlar farq qiladi. 5-toifa bank kartasi va ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ba'zan pensionerning o'zi yurishga qiynaladi. Farzandi yoki qarindoshi bank kartasidan foydalanadi. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar pensioner tirik, roziligi bor va mablag' o'z ehtiyoji uchun ishlatilayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yetish jiddiy huquqiy muammo tug'diradi. Vafot holati ro'yxatga olingandan keyin ortiqcha tushgan mablag' qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Hayotiy misol, pensioner oyning boshida vafot etdi, lekin oila a'zolari keyingi oy ham kartaga tushgan pulni yechib oldi. Keyin davlat organlari vafot sanasi bo'yicha to'lovni tekshiradi. Agar vafotdan keyingi davr uchun pul tushgan va yechilgan bo'lsa, bu mablag'ni qaytarish talab qilinadi. Oila biz bilmagandik desa ham. Odatda pulning huquqiy egasi vafot etgandan keyingi to'lov alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda ham bank kartasidan foydalanishdan oldin tartibni aniqlash kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz va bank ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki o'quvchini yo'qotganlik kabi muddatli shartlarga bog'liq bo'lmasangiz, noqonuniy ortiqcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Bu mavzuning maqsadi odamlarni qo'rqitish emas, balki xato qilmaslikka chaqirish. Lekin menda hammasi joyida deb o'ylagan odam ham yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysa zarar qilmaydi. Birinchi nozik nuqta. Ortiqcha to'lov har doim ham odam ataylab qilgan firibgarlik degani emas. Ba'zan idoralar o'rtasidagi ma'lumot kechikadi. Ba'zan odam o'z majburiyatini bilmaydi. Ba'zan hujjat topshirilgan bo'ladi, lekin bazaga kech tushadi. Lekin natija baribir moliyaviy bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan summa aniqlansa, uni qaytarish masalasi qo'yiladi. Shuning uchun men aybdor emasman degan pozitsiya yetarli bo'lmasligi mumkin. Muhimi sizda hujjat, ariza nusxasi, qabul qilingan sana, ma'lumotnoma, SMS yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik nuqta. Vaqtincha to'xtatish bilan butunlay bekor qilish bir xil emas. Ko'p odam pensiya tushmasa darhol meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb o'ylaydi. Aslida to'lov texnik sabab bank rekviziti muddatli hujjat.
yashash manzili yoki tekshiruv sabab vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar to'g'rilansa, ayrim hollarda to'lov tiklanadi va tegishli davr uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin buning uchun odam o'zi harakat qilishi kerak. Uyda o'tirib kutish muammoni cho'zadi. 3-nozik nuqta: ro'yxatdan o'tgan manzil va real yashash joyi. Ba'zi pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa viloyatda farzandlarnikida yashaydi. Bunday holatning o'zi har doim muammo degani emas. Lekin rasmiy xabarnomalar eski manzilga borishi, chaqiruvlar yetib bormasligi, tekshiruvlarda chalkashlik bo'lishi mumkin. Agar siz uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, pensiya to'lovini qaysi tartibda olish, qaysi bo'limga murojaat qilish, bank orqali qanday rasmiylashtirish mumkinligini oldindan aniqlang. 4-nozik nuqta: ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma orqali boshqa odam ish yuritishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi va notarial rasmiylashtirilganligi muhim. Onam menga og'zaki ruxsat bergan degan gap idorada yetarli bo'lmaydi. Agar farzand pensiya masalasida ariza topshirmoqchi, hujjat olmoqchi, bankdagi mablag'ini boshqarmoqchi bo'lsa, rasmiy vakolat kerak bo'ladi. Bu pensionerning o'zini ham himoya qiladi, farzandni ham keyingi nizolardan saqlaydi. 5-nozik nuqta: hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda ko'p muammo shu yerdan chiqadi. Masalan, eski hujjatda familiya bir xil yozilgan, yangi ID kartada apostrof yoki harf boshqacha tushgan. Bank hisobida esa yana boshqacha. Yoki tug'ilgan sana eski mehnat daftarchasida boshqa, pasportda boshqa. Bunday tafovutlar pensiya tayinlashda, qayta hisoblashda yoki bankka o'tkazishda kechikish keltirib chiqaradi. Shuning uchun hujjatlaringizdagi ma'lumotlarni bir-biriga solishtirib chiqing. 6-nozik nuqta: ish staji va qo'shimcha hujjatlar. Ayrim pensionerlar men 35 yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Men bunday holatlarda birinchi navbatda mehnat staji to'liq kiritilganmi, arxiv ma'lumotnomalari bor yo'qmi, ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi, imtiyozli staj hisoblanganmi, shularni tekshirishni maslahat beraman. Ba'zan odamning haqqi bor, lekin hujjat yetishmagani uchun hisobga kirmagan bo'ladi. Bu taqiq emas, lekin pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladigan masala. 7-nozik nuqta: nafaqa va pensiyani aralashtirib yubormang. Pensiya odatda staj, yosh, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq. Nafaqalar esa ehtiyojmandlik, ijtimoiy holat, bola parvarishi yoki boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bir to'lovga qo'yilgan shart boshqasiga avtomatik qo'llanmaydi. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar uchun oilaning daromadi, mulki avtomobili, rasmiy ish joyi kabi mezonlar muhim bo'lishi mumkin. Pensiyada esa boshqa mezonlar ishlaydi. Shuning uchun hammasi bir xil pul deb qarash noto'g'ri. 8-nozik nuqta: sud qarorlari va aliment, qarz, ijro hujjatlari. Ba'zan pensioner pensiyam kamayib qoldi deydi. Tekshirilsa, pensiyaning bir qismi ijro hujjati asosida ushlab qolinayotgan bo'ladi. Masalan, kredit qarzi, aliment zarar undiruv yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha sud yoki ijro organi qarori bo'lishi mumkin. Bu pensiya taqiqlangani emas, balki majburiy ushlab qolish tartibi qo'llanayotgani bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasidan tashqari majburiy ijro byurosi yoki sud hujjatlarini ham tekshirish kerak. 9-nozik nuqta: firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar pensiya, nafaqa, qo'shimcha to'lov yoki yangi qo'yda haqida gap chiqqanda ayrim odamlar bundan foydalanishga urinadi. Menga pasportingizni yuboring, pensiyangizni oshirib beraman, kartangiz raqamini va SMS kodini ayting, arizani tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Hech qaysi rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. SMS kodini hech kimga aytmang. Pensiya masalasi bo'yicha faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, shu qadamlarni bajaring. Birinchi qadam: hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, bularni alohida papkaga joylang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda odam sarosimada qoladi. Ikkinchi qadam: o'zgarish bo'lsa kutib o'tirmang.
ishga kirdingizmi, ishdan chiqdingizmi, o'qish holati o'zgardimi, nogironlik muddati tugayaptimi, bank kartangiz almashdimi, yashash joyingiz o'zgardimi? Chet elga uzoq muddat ketmoqchimisiz? Bularning har biri bo'yicha oldindan maslahat oling. Eng to'g'ri yo'l hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ariza yoki so'rovni rasmiy tartibda qoldirish. 3-qadam. Ariza yozganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni aniq yozilsin. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni, bank rekvizitlarim to'g'ri kiritilgan-kiritilmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Yoki nogironlik muddat yangilanganligi sababli pensiya to'lovini davom ettirish uchun hujjatlarimni qabul qilishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilingan sanasi va raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam. Agar pensiya tushmay qolsa, avval sababini aniqlang. Bankka qo'ng'iroq qilib yoki bank ilovasidan hisobni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pul tushmadi deb umumiy aytmang, aniq so'rang. To'lov yuborilganmi, qaysi sana yuborilgan? Bankdan qaytganmi? Hujjat bo'yicha to'xtatilganmi? Qo'shimcha tekshiruv bormi? Sababni bilmasdan turib yechim topib bo'lmaydi. 5-qadam. Ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Xatda qaysi davr uchun qancha summa, qaysi asos bilan ortiqcha to'lov deb hisoblangani ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering, hujjatlaringizni ilova qiling. Masalan, siz vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, ariza nusxasini ko'rsating. O'qish davom etgan bo'lsa, oliygohdan ma'lumotnoma oling. Nogironlik uzluksiz tasdiqlangan bo'lsa, tibbiy xulosani taqdim eting. 6-qadam. O'zingiz mustaqil hal qila olmasangiz, yuridik maslahat oling. Davlat xizmatlari markazi, mahalla mas'ullari, pensiya jamg'armasi mutaxassislari, advokat yoki bepul huquqiy maslahat xizmatlari yordam berishi mumkin. Ayniqsa katta summa. Sudga oid masala, ijro hujjati yoki meros bilan bog'liq holat bo'lsa, hujjatlarni mutaxassis ko'rib chiqishi kerak. 7-qadam. Oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying. Keksalarimiz ko'pincha telefon xabarlarini o'qimaydi. Idoradan kelgan xatni tushunmaydi yoki sanalarni eslab qolishga qiynaladi. Farzandlar oyda bir marta ota-onasining pensiya kartasi ishlayaptimi, hujjat muddati tugamayaptimi, tibbiy ko'rik sanasi yaqinlashmayaptimi, shularni tekshirsa, ko'p muammo oldi olinadi. Bu faqat pul masalasi emas, bu keksaning xotirjamligi masalasi. 8-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Hozir ko'p ma'lumotlarni davlat xizmatlari portallari, rasmiy ilovalar yoki kol markazlar orqali aniqlash mumkin. Lekin bu yerda ham faqat rasmiy manbalardan foydalaning. Noma'lum havolalarga kirmang, shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Kartaning amal qilish muddati. CVV kodi yoki SMS parolini hech kimga aytmang. Men alohida aytmoqchiman, bugungi mavzudagi tahrirlanadigan gapni har bir pensioner o'ziga nisbatan jazo deb qabul qilmasin. Aslida tahrirlanadigan narsa pensiyaning o'zi emas. Balki noto'g'ri asosda pul olish, hujjat muddati tugagan bo'lsa ham to'lovni davom ettirishga urinish, vafot etgan odam nomidan pul yechish, o'qish yoki ish holatini yashirish, soxta ma'lumot berish kabi holatlardir. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, siz pensiyangizni olishingiz kerak. Lekin huquq bilan birga majburiyat ham bor. Ma'lumotni to'g'ri berish, o'zgarishlarni vaqtida bildirish, hujjatni yangilash. Yana bir oddiy misol keltiraman. 3 ta pensionerni olaylik. Birinchisi yoshga doir pensiya oladi, uyda yashaydi. Bank kartasi to'g'ri, ishlamaydi. Hech qanday muddatli hujjati yo'q. Unga faqat umumiy tekshiruv va ma'lumotlarni yangilab turish kifoya. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi oladi. Lekin tibbiy ko'rik muddati har yil yangilanadi. U sanani o'tkazib yubormasligi kerak. Uchinchisi bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talaba. U har o'quv yilida o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotni tayyorlab yurishi kerak. Ko'ryapsizmi? Uchalasi ham pensiya oladi, lekin xavf darajasi va majburiyatlar har xil. Yana bir vaziyat, pensioner chet elga 20 kunga davolanishga ketdi. Bu bir holat. Boshqa pensioner esa chet elga farzandlari yoniga bir necha yil yashash uchun ketmoqda. Bu butunlay boshqa holat. Shu sababli men hammaga bir xil javob bermayman. Har bir fuqaro o'z holatini rasmiy tekshirtirishi kerak. Aynan shunda keyin men bilmagandim degan achchiq vaziyat bo'lmaydi. Bugun men sizga pensiya to'lovida eng ko'p uchraydigan xavfli holatlarni tushuntirdim. Pensiya qonuniy huquq, lekin noto'g'ri ma'lumot, kechiktirilgan hujjat.
yashirilgan o'zgarish, vafotdan keyingi karta yechimi, muddati tugagan nogironlik hujjati yoki o'qish holatidagi o'zgarish to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l oddiy. Hujjatlarni tartibga keltiring. O'zgarishlarni vaqtida bildiring. Arizalarni yozma topshiring. Rasmiy javob oling va begonalarga bank ma'lumotlarini bermang. Agar sizda mening holatimda pensiya to'xtaydimi yoki yo'qmi degan savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi turdagi pensiya olasiz? Ishlaysizmi? Nogironlik muddati bormi? O'qish yoki chet el masalasi bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan vaziyatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish kimgadir pensiyasini saqlab qolishga yordam berishi mumkin.